Modernist shoir va yozuvchi Farhod Tursunning turmaga tashlanganligi bir qancha yildan beri xalqaro axborotlarda xabar qilingan va uningga o'tgan yili Shvetsiya qalamkashlar jamiyatining surgundidagi yoki turmadagi yozuvchilarga beriladigan Tuxolsky mukofotini taqdim qilgan edi. Xitoy doiralari 2017 yildan buyon shoirning jazo muddati, jazo o'tayotgan lageri va navbatdagi salomatlik ahvoli qatorliq uningga oid barliq uchurlarni jamiyatdan sir tutib kelayotgan edi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, tutqundagi yozuvchi shoirlar haqida elib berilayotgan aniqlashlar davomida Farhod Tursunning otishdagi og'ir turmusida jazo muddati o'tayotganligi oshkorlangan. Kanada Baş Ministri Justin Trudeau Dünya Uyghur Qurultayı vakilleri bilan uchrashdi. 30 yanvar kuni Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa, Uyghur kishilik huquq qurilishining raisi Ömer Qanat va Kanadadagi Uyghur haqlarini himoya qilish qurilishining boshlig'i Mehmet To'xti qatorliqlar Kanada Baş Ministri Justin Trudeau, Kanada Qatnash Ministri Ömer Algabira va parlament a'zosi Samir Zubayr qatorliqlar bilan ko'rishdi. Uyghur kishilik huquqi qurilishining bildirishicha, Germaniya va Amerikadan Kanadaga borgan hay'at Kanada hukumat va parlament hay'atlari bilan ko'rishib, fevral oyida parlamentda ovozga qo'yiladigan 160 Uyg'ur ko'chmanlarini qabul qilish loyihasini ma'qullashga da'vat qilgan. Parlament a'zosi Sabir Zubayr parlamentdagi Uyg'urlarga aloqador xizmatlarning davomlashayotganligini bildirdi. Hafta oxirida Chexda o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qilgan Peter Pavlening Xitoy bilan eglik huquq to'qinishida turayotgan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan telefonda ko'rishishi ikki davlat o'rtasida jiddiylik paydo qildi. Xitoy Pavlening Tayvan rahbari bilan telefonlashishiga e'tiroz bildirdi. Pakistanning Peshawar o'lkasida peshin vaqtida yuz bergan masjidda o'zini qo'shib hujum qilish voqeasida kam deganda 100 odam qazo qildi. 170 odam yaralandi. Pakistan axborot organlarining xabariga qaraganda, yaqinqi 10 yildagi eng qattiq hujumda yaralangan 170 kishining ba'zilarining ahvoli xatarlik bo'lib, hayotidan ayrilganlar ko'payishi mumkin ekan. Yana bir tarafdan, Pakistanning Peshawar o'lkasida bir kemaning o'rilib ketishi natijasida hayotidan ayrilgan o'quvchilar soni 51 ga yetdi. Gollandiya hukumati bu davlatdagi texnik shirkatlar ishlab chiqargan mikro o'zaklarning vositachi 3-shirkatlarning Rossiyaga eksport qilinishining oldini olishini umid qiladi. NOS ommaviy radio stansiyasining xabariga qaraganda, Gollandiya texnik shirkati NXP va NXPro'ga tava mikro o'zaklar Xitoy shirkatlari tomonidan eksport qilinib, Rossiya qurol-yarog' shirkatlariga sotiladi. Amerika Avam Palatasida COVID-19 ya'ni Xitoy virusi yuqumi portlash sababidan e'lon qilingan davlat darajalik jiddiy holatning darhol oxirlashishini tashabbus qiladigan yuqum oxirlashdi nomli qonun loyihasi ma'qullandi.